Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Biz bir video joylagan edik. Mana bu videoni olmani ko'chati tagidan olma uzgan edim. Ko'pchilik negativ bildiribdi, fikr bildiribdi. Bu suqib qo'ygan, bunday deb. Mana ko'rib turibsizlar, 1 yillik. Tepasi 1 yosh, tepasi mana kurtaypamat yangitdan shox chiqaryapti va gullayapti. Agar biz mana shuni shoxini kesib tashlaydigan bo'lsak, o'sekan shoxini, ushbu shoxni sindiradigan bo'lsak, bu faqat meva qiladi xolos. Biz shu gullarini to'kamiz, shoxini qo'yamiz, ko'chat o'sadi. Tagida bitta ikkita guli qolib ketib qolsa, meva ushlaydi. Har bittasi mana ko'rib turibsiz, gullab yuborgan. Bu narsa odatiy hol, unaqa negativ bildirish shart emas. Tushunmaganlar sizlar uchun ushbu videoni tayyorlayapmiz. Mana ko'rib turibsizlar. Hammasida pashtik guli bor. Bu narsani dehqonchilikka qiziqqan odamlar albatta tushunadi. Ko'pchilik yaxshi fikr bildirgan, tushungan odamlar. Tushunmagan odam juda ham oshqocha negativda bildirib olgan. Mana do'stlar, o'zi isbotlashim shart emasdi-yu, mayli endi isbotlab qo'yamiz.